Men sanat qurilish bankida biznes menejer lavozimida ishlamayman. Abdulaziz Komilov Bekurat. Kecha bizga toza produktlar berib olibdi. Biznes startap misolida ko'rsatib qoladi. Mahalliy tadbirkor degan minimum 10 million so'mga ekan, hamda maksimum 50 million so'mga ekan. Bu kimlarga beriladi? Aslanboy ishga tartibdagi eksperiment subyektlari hamda jamiyat, ya'ni javobgarchiligini jamiyatlar hisobida ochgan firmalarga berishimizga bo'ladi. Ochilgandan 2 yil bo'lgan bo'lishi kerak. Hamda оборотning asosiy sredstvodan tushumning kemida 50%dan chiqim kredit chaqirib bera olamiz. Masalan, 1 yilda обороты 100 million bo'lsa, maksimum 50 million so'mga chiqim kredit chaqirib bera olamiz. Bu kreditning yaxshiligi mulkiy ta'minot so'ralmaydi. Hamda kredit summa 325% miqdorida sug'urta polisi olinadi, ya'ni fizikal shaxsning, daxldor shaxsning kepillik olinadi. Tek maksimum 50 million so'm. Eksperimentlikda prosenti 25% dan bo'ladi yillik, hamda agarda gender tengligini ta'minlash maqsadida firmaning tashqi shulkumli surishi 50% ulusi bo'lgan firmalar, ya'ni şirketler eksperimentler hayallardan altında olsa yıllık 24% bo'ladi. Beriliği naqd pul, yamasa pul o'tkazish yo'li bilan. Muddati maqsadida asosiy sredstvolar sotib olib 36 oygacha beriladi. 6 oy imtiyozli davri bor. Hamda оборотga aylanmalar to'ldirish uchun 18 oyga imtiyozli davr bilan beriladi. Alışlar olsa çok kreditte alıp faydalansanız bo'ladi. Yalnız tarifli basamaktan eksperiment qilib bergan faizi sonda bo'ladi.